O nihoyat judayam ajoyib mashina xarid qildim. Endi bu mashinada maza qilib aylansam bo'ladi qayerma joyni. Va judayam zo'r. O'zida tojimni rangiga o'xshagan sap-sariq oltinga o'xshaydi. Qarochi buni qayerda olganimni chet ellarga aytmasligim kerak. Agar ular bilib qolsa dabdalaga o'g'irlab ketishlari ham mumkin. Yaxshisi tezroq uyimga kirib davom o'tiray. O, juda ham mazali olma ekan. Yana bitta bo'lsa yo'q demasdim albatta. Juda ham dahshat. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo havaslar yangi videodasizlar. Albatta kanalga obuna bo'lib videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki bugun qishlog'imizda nimagadir hamma yoq tinch. Juda kattaroq problema bo'ladimi deymanda. Mayli, nima problema bo'lsa ham olmani muzlatgichga qo'yib qo'yayda. Hozir yegim kelmay qoldi to'g'risini aytsam, lekin juda zo'r olma ekan-u, lekin to'yib qoldimda. To'ygandan keyin yeb bo'lmaydi, bilasizlar. Hozir telefonni olaman. Telefonimga hech qanaqa xabar ham SMS ham kelmagan. Mayli, meni yo'qlayotgan odam yo'q hozircha. Balki keyinchalik topilib qolar. Hozir esa har doimgidek o'zimning mashhur ishlarimdan biri bo'lgan polizdagi ishlarni qilaman. Bu o'zi butun qishloqlar qiladigan ishning yagonasi shu poliz deyish menimcha. Qishloqda o'zi polizdan boshqa ish qilib bo'lmaydi ham. Xo'p, nima bo'lyapti? Eshikka tushunmadim. Eshik g'alati bo'lib qopti eshigim. Mayli, uni to'g'rilab olaman keyinchalik. Okey, normalniy. Xo'p, polizda hosillar va pishib yetilibdi. Yaxshi bo'pti juda ham. Endi bular hammasini sira terib olamanda. Olib borib janob merga soliqlarni to'lab kelaman. Chunki kecha yig'lab yotgandi, soliqlarni olib kelmading, sen nima aytganimni qilmayapsan deb turib. Aytgancha janob merdan men pul olishim kerak, 1-2 so'm qarzga, chunki yangi velosiped olmoqchiman. 13-qishloqqa bormaganimga manchafat bo'lib ketdi. Bitta velosiped olsam, velosiped bilan borib kelaman. Piyoda borgandan ko'ra velosiped bilan borib kelgan yaxshi-da. Xo'p, endi bu yoqqa mana bunaqangi bug'doychalarni ekib tashlaymiz. Piyoda yurgandan ko'ra aytganimdek velosipedda yurgan yaxshi. Atak mashinam yo'q-ku, lekin mototsiklmi, velosipedmi, samokatmi nima bo'lsa ham xullas piyoda bormasam bo'ldi. Atak ko'chada bitta eshakni ushlab olib turib minib ketsam ham bo'laveradi. Lekin yo'q-da, o'sha eshak yo'q bizning qishlog'imizda nimagadir. Lekin qayerdandir chiqib qolsa juda ham yaxshi ish bo'lar edi. Qarochi obuna bo'lmagan bo'lsanglar shu joyda obuna bo'linglar, chunki eslatib sizlarga obuna bo'lishni esinglardan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin videoni oxirigacha aniq ko'ringlar, chunki stop, qanaqa mashina bu? Yo, mehmon keldimi deyman janob merdi uyiga. Nima mashina ekan? U ichlarini qaranglar, takoy-ku. Nima mashina ekan bu? Nima deb yozilgan? Aston degan mashina bu? Aston. Aston. Dahshat mashina-ku, Aston. Bu Aston qayerdan keldi? Aston. Malinchi va. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Tez gapir. Men vaqtim ziq. Mashina olibsizmi? Ha, oldim. Senga nima? Jahl qilmang, nima jahl qilasiz? Meni asabim buzilgan. Yo'qol, tezroq narsalarni ber, ket. Mana sizdan qarzga pul so'ramoqchi edim. Hech qanaqa pul yo'q. Bor. Mana bu yerda pullar turardi. Nima bo'ldi? Yo'qol dedim. Tushundim. Demak, mashina olibdi-da pulga. Yaxshi, mashinasini qani qarab turibdi-yu, mayli. Bir haydab ko'rsam, hech narsa demasa kerak. Tak, mana normal bo'ldi. Janob mer ish qilib gapirmasin-da mashinasini menga. Eshigini asabini buzib qo'yibman battar. Bu narsalarga unchalik asab buzilmaydi-ku, lekin asabini yomon bir buzish kerak, chunki juda ham ko'p meni ham asabini buzyapti. Oylikni bermayapti vaqtida. Oylikni vaqtida bermagandan keyin men aytgan ishlarni qilib nima qilaman? Bu yerda bitta Cobaltmi nima mashina, bu qanaqadir mashina paydo bo'lib qopti. Lada ekan, Lada kim olib kelibdi? Qo'shnilarimdan qaysidir bittasi yana mashina xarid qilganga o'xshaydi. Qishlog'imizda o'zi ham mashina juda ham ko'payib ketdi. Mayli, hozir nima bilandir band bo'lish kerak, lekin nima bilan band bo'lsa bo'lar, albatta video olishim mumkin yoki boshqa narsa qilishim mumkin. Qurolni qaranglar, takoyligini nichivo mazza qilib o'qitsam bo'ladi-yu, lekin o'qni behudaga uzish menimcha noto'g'ri fikr. Ketmonimni keyin qo'yib kelaman. Hozir birlikda videolar olay, kechga bitta chotki narsa o'ylab qo'ydim. O'sha narsani qilaman. Prank qilaman janob merga. Yaxshi, kecha bo'lib qopti, lekin yomon uyqum kelyapti-ku, atak prankni qilishim kerak. Ya'ni janob merni mashinasini olaman-da, olib borib yashirib qo'yaman. Shunda chotki asabi buziladi. Asabini buzgandan keyin men mazza qilib o'raman-da, o'shaning uchun asabini buzmoqchiman. Har xil amallar qilib turib janob merni asabini buzish qiyin, lekin hozir nimadir qilaman, qarochi asabini buzish uchun. Buzish kerak. Avval mashinasini buzaman, keyin asabini buzaman. Hozir bu yerdan o'q-dorilarni olish kerak. O'q-dori bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p, chiqamiz va bu yerni yopib qo'yaman. Ambur bilan, ya'ni men
bu sizlarda nima deylar? Bizda ambur deylar. O'sha narsa bilan buzib tashlayman hozir. Tak belkurak degan narsalar ham kerak, chunki yerda tagiga yashirib qo'ymoqchiman. Boshqa o'zi yashiradigan joy ham yo'q. Qayoqqa yashirishim mumkin? Jetel, uyingga kir, ko'chada o'tirma. Nimaga? Ko'chada bo'rilar bor, ichkarida o'tir, yovuz odamlar bor. Hozir urib qo'yishim mumkin. Bo'pti. Ana yoqdan bittasi chiqib o'tiribdi. Uni ham kirgizish kerak. Ko'rib qoladigan mustabdili. Janob mer uyida yo ishxonasida ekan. Uyi bu yoqda emas. Uylangandan keyin uyi boshqa joyda bo'lib qolgan, bilasizlarmi? Tak, hozir biramallab o'tib olsam. Eshik ochiq qolgan ekan-ku, buni yopib ketish kerak. Menimcha eshitmadi ovozini. Atak ovozi yomon baland chiqdi eshikda, lekin janob mer yaxshi uxlab qolganmi deyman, stulda o'tirib. Hozir tak mashinasini o'g'irlab ketaman. O'g'irlab emas, olib borib yashirib qo'yaman. Qilgan ishlari uchun javob beradi janob mer. Ya'ni menga oylikni o'z vaqtida bermagani uchun mashinasini ham o'z vaqtida qaytarmayman. Aytaman janob merga pulni bersangiz, tamom beraman, mashinangizni qaytarib deyman. Shunda tushunsa kerak. O bu yoqqa emas, bekor bu yoqqa haydab keldim. Bu tomonda yashash uchun joy yo'q va daraxt ustiga ham chiqib ketdim, kami yetmaganda. Hozir qishloqda narigi tomoniga borib o'sha yoqqa yashirib qo'yaman. Nima bu yerda ham cho'tki joylar bor ekan, lekin tak, hozir uyimdan belkuragim qolib ketgan ekan, olib kelyapman. Belkurak yordamida yerni qazib turib, yerni tagiga, qarochi, ko'm qo'yaman mashinani. Keyin janob mer topolmay yig'lab yuradimi bilmayman, nima qilsa qilsin. Hatta aytayapman, pul bersa keyin o'sha bergan puliga qarochi topib beraman mashinasini. Hozir buni qanasiga qayoqqa ko'msam bo'lar ekan? Mana shu yerda hozir bitta cho'tki joy ochish kerak, g'or qilib. Keyin o'sha joyga joylashtirish kerak mashinani. Hozir havoda muallaq fizikaga tupurib turibdi. No fizikani qutqarib qolishim kerak. O'shaning uchun hozir bu yerda cho'tki qilib joy ochaman. Kirkamni ham olib kelibman. Bu yerda bitta toshlar bor ekan. Mayli, bu tosh tura qolsin shu yerda. Hozir bu tomondan ochaman undan ko'ra. Okey, hammasi chotki, endi ustini yopib chiqish qoldi. Bu yoq atroflarini ham yopaman, chunki hech kim ko'rmasligi kerak. Bu yerda mashina turganini janob mer shunchaki Jo'xa, mashinani topib ber, qayoqqa ketdi ekan, kimdir o'g'irlab ketibdi deganda men aytaman, janob mer, qarochi menga pul berasiz, pul evaziga topib beraman deyman. Bu chotki deb o'ylab ko'ryapsizlar, boyib ketishi mumkin axir bunaqa ish bilan. Yaxshi, men tomonni ham yopish kerak endi. Shunchaki men bunaqa bildirmaydigan holatga yopib qo'yish kerak. Bagaj ochilib ketyapti nimadir. Mayli, men bunaqa qilib yopsam ham bo'laveradi, farqi yo'q. Okey, mana chotki, okey, ajoyib. Bu yerni ham yopib qo'yaman va tayyor. Endi yana bir ikkita yer bloklar kerak. Ustidagi ko'rinib qolgan joylarni, bu joylarni yopib tashlash kerak, chunki bu yerlarni ham bemalol ko'rsa bo'ladi. Menimcha hamma joy tayyor bo'ldi. Men bu yerni bunday qilib yopib qo'yaman. Bo'ldi, tep-tekis bu yerda mashina bormi, boshqa narsa bormi, hech kim bilmaydi. Bilmagani ham yaxshi, juda ham ajoyib bo'ladi. Voy, bu yerda shaxta bor ekan, sal qol tushib ketishimga. Hozir borib endi uyimga o'tiraman. Janob mer qachonlardir o'zi talvasiga tushib qoladi topish uchun mashinani. Xo'sh. Tak. Uyim qayerda edi? Uyimni topolmayapmanmi? Nima bo'lyapti menga bilmasam. Men uyimga yetib keldim. Hozir uyimga sirazi kiramanda, uxlab boraman. Ertalab turganimda janob mer ko'chada yig'lab yurgan bo'lar. Mashinam qani deb. Yaxshi bo'ladi, xursand bo'laman keyin. Tak, mana bu narsalardagi qurolni mayli o'zim bilan uyimga olib borib qo'yayin, ya'ni yotoqxonamga keyinchalik olib borib qo'ysam ham bo'laveradi, tak qo'limda tursa ham bo'laveradi. Uchalasi ham qurol bu yerga turadi. O'q-dorilarni bu yerga solib qo'yaman. Bo'ldi, endi uxlayman. Tak. Mashina qani? Tushunmadim, mashina qani? Yo, mashina qani? Qayoqqa ketdi mashina? Hozir izlashim kerak. Qayerga ketdi axir? Yo, qolib qoldi-ku mashina. Ertalab bo'lib qopti-ku. Yaxshi. Mashina, voy! Kim baqiryapti? Janob mer bo'lsa kerak, aytgandim sizlarga yig'lab baqirib yuradi deb. Hozir chiqib ko'raman. Menimcha aniq janob mer. Mana. Voy, Jo'xa. Tojisxon janob mer. Shoshilib tag'mabman. Mashinam yo'qolib qoldi. Top ber, iltimos, top ber. Bo'ldi, top beraman. Faqat pul berasiz menga. Bo'ldi, xohlaganingcha beraman. Top ber, iltimos. Bo'ldi, gapi yo'q, top beraman. Borib uyingizda o'tirib turing, maylimi, xo'pmi? Bo'pti, iltimos, topib ber, iltimos. Mayli. O'xshadi reja, ko'ryapsizlarmi? Pul beradi, endi xohlaganimcha pul so'rashim mumkin. Yaxshi, endi mashinasini topib berishim qoldi. Faqat qayerga qo'yganimni hech kim ko'rmagan bo'lsa, bilmagan bo'lsa bo'ldi. Tak, bu yoqqa yopib qo'yaman va men bu yerdan kirib turib belkurak bilan kirkani olib borishim kerak, chunki yer tagidan qazib chiqarish kerak mashinani axir. Chunki ko'mib qo'yibman. O'lgani yo'q, lekin ko'mdim, ko'ryapsizlarmi? Bu puxta o'ylangan reja edi. Hozir borib topib kelamanda
Janob merni uyini oldiga olib kelib qo'yaman, keyin janob mer shunday qaraydi, joyida turibdi-yu, pulni beradi, mazza qilib pullarni yig'amanda, keyin o'sha pullarga o'zimga yangi mashina sotib olaman. Unaqa mashinaga yetadigancha pul bermasa kerak. Nimaga bunaqa aylanib yurganini bilasizlarmi? Bu hammani chalg'itmoqchiman, bilmaslik kerak hamma qayerga qo'yganimni mashinani. Shu tomonga hozir olib kelib qo'yaman mashinani. Bu tomondan aylantirib kelish kerak mana shu tomondan, chunki u tomonga yetganimni ko'rib qolisizda dabdala. Bu tomondan olib kelsam, hech kim bilmaydi o'zim o'g'irlab ketganimda. Xo'p, hozir tak, to'g'ri ketyapman emas, noto'g'ri ketyapman, chunki bu tomonda emasligini o'zim ham bilaman, lekin noto'g'ri yo'ldan borish kerak, chunki to'g'ri yo'ldan boradigan bo'lsam, ortimdan kimdir kuzatib borishi mumkin. Keyin qaraydi, men rostdan ham yoqqa ketyapman. Keyin unaqa bo'lgandan keyin dabdala bo'ladi. Oha, qizil go'sht. Qizil qo'yni go'shti qanday bo'lar ekan, yeb ko'rmagan ekanman. Hali qovurib yeb ko'raman keyinroq. Tushib qoldi qo'limdan. Mayli, qaytib to'sam ham bo'laveradi. Tak, mashina qayoqda edi degan savolga javobni mana shu yerda edi deb aytaman. Mashinani hozir bu yerdan chiqarib olaman va janob merni uyini yoniga haydab olib boraman. Qancha pul so'rasam ekan, bir 4-5 stak dollar so'rayman, chunki bitta mashinaga to'liq yetadigan pul bo'lmasa, so'rab o'tirmayman-da janob merdan. So'rash uchun normal pul bo'lish kerak. Okey, mana chotki, bu yer g'alati bo'lib qopti-yu. Mayli, hozir bu yerlarni ochib o'tirishdi, unaqa katta qilib ochib o'tirishni hojati yo'q. Mana bu yerdan bir qator shunday zina holatida, zina shaklida qilsam, bemalol mashina chiqib ketadi. Mana ham bularni ham olib tashlayman. Bo'ldi. Endi mana bu tomonga o'tib turib, rol qayerda edi? Rolga minib olayin. Rolga emas, rolga o'tirib turib, rolga o'tirmayman, prosta sidenaga o'tirib, rolni burib haydayman. Tushundilaringmi endi? Tak, voy, chappa bo'lmasa bo'lgani, yaxshi, chappa bo'lgan-ku yo'q. Qayoqdan daraxtlar. Asta, uyni ichidan ham o'tib ketdi kerak bo'lsa. Kerak bu nima deyapman? Kerak bo'lsa, shoshilganda o'zi ham tilimga nima kelayotganini ham sezmayapman. Voy, o'tib ketdi. Yaxshi, uyga ham hech narsa qilmadi, juda ham ajoyib. Uyga nimadir qilganda dabdala bo'lardi, borib bo'ldi, shu yerda tura qolsin. Hozir janob merni chaqiraman. Hoy janob mer, qarab boring. Hozir boryapman, shoshmay tur. Keling endi, voy kutib o'tiramanmi sizni? Hozir, 1 sekund hozir. Mana chiqdim. Sal tojiz yana kiymadingizmi? Yo'q, vaqtim bo'lgani yo'q. Topsan, rahmat, Jo'xan, boringga shukr, yaxshiyam sen borsan. Pulni cho'zing endi, pulni cho'zing. Mana ol, 2, 3. 3 ta ketadimi? Kamku 4 ta bersangiz bo'lardi, ha mayli. Bo'ladi shu yog'i ham. Bo'pti, men ketdim, garajga uyimga borib endi yana bitta reja o'ylay.